Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni ochiq va oddiy tilda tushuntirib bermoqchiman. 2026 yilda pensiya islohoti doirasida 6 million so'm degan gap nimani anglatadi? Bu kimlarga ta'sir qiladi? Kimlar bundan yutadi? Kimlar esa ehtiyot bo'lishi kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, bugun ishlayotgan har bir odam uchun muhim. Chunki pensiya masalasi ertaga emas, bugun shakllanadi. Bugun olayotgan oyligingiz, bugun to'lanayotgan soliq va badallar, bugun rasmiy ishlayotganingiz yoki norasmiy ishlayotganingiz kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, yoki o'zingiz 5-10 yildan keyin pensiya haqida o'ylashni boshlagan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga nafaqat 6 million so'm nimani anglatishini, balki qaysi joylarda odamlar xato qilayotganini, qanday hujjatlarni hozirdan tekshirib qo'yish kerakligini va 2026 yilga borib nimalarga tayyor turish kerakligini batafsil tushuntiraman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularni oddiy tilda tushuntirib berish uchun men har bir raqam va holatni alohida tahlil qilib chiqaman. Avvalo pensiya tizimida eng katta muammo nimada? Oddiy qilib aytganda, ko'p odamlar pensiyani davlat hamma uchun bir xil beradi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq. Ish staji, rasmiy daromad, sug'urta badallari yoki soliq to'lovlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, elektron bazadagi ma'lumotlar, ish joyining to'g'ri hisobot topshirgani va ayrim imtiyozli davrlar. Oldin ko'pchilikning pensiya hisob-kitobi qog'oz hujjatlar, mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotlariga tayanardi. Ya'ni odam 30 yil ishlagan bo'lsa ham, agar korxona yopilib ketgan, arxiv yo'qolgan, ma'lumotlar elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, pensiya tayinlashda muammo chiqardi. Kimdir men shu yerda ishlaganman deydi, lekin tizimda ko'rinmaydi. Kimdir oyligim yaxshi edi deydi, lekin rasmiy hujjatlarda kam ko'rsatilgan bo'ladi. Natijada odam kutgan pensiya bilan real tayinlangan pensiya o'rtasida katta farq paydo bo'ladi. Endi o'zgarayotgan jihat shuki, 2026 yilga kelib pensiya tizimida rasmiy daromad, elektron ma'lumotlar va hisob-kitob shaffofligi yanada muhim bo'ladi. 6 million so'm degan ibora ham aynan shu yerda odamlarni qiziqtiryapti. Ko'pchilik buni hammaning pensiyasi 6 million so'mga oshadimi deb tushunyapti. Men buni darhol aniq aytaman. Bunday xulosa shoshilmaslik kerak. Bu ko'pincha pensiya hisoblashda olinadigan daromad chegarasi, bazaviy hisob-kitob yoki yuqori rasmiy oylikning pensiyaga ta'siri bilan bog'liq tushuncha sifatida muhokama qilinadi. Ya'ni gap shunchaki hammaga qo'shimcha 6 million beriladi degan mazmunda emas. Gap rasmiy daromadning pensiya hisobida qanday inobatga olinishi, yuqori maosh olgan odamning kelajakdagi pensiyasi qanday hisoblanishi va tizimda qaysi daromad ko'rinadigan bo'lishi haqida ketmoqda. Oldingi tizimda odamlar ko'pincha shunday holatga duch kelgan. Ish joyida rasmiy oylik 20 million so'm ko'rsatiladi, lekin qo'lga 1 million so'm beriladi. Ish beruvchi qolgani konvertda beraman deydi. Odam hozir ko'proq pul olayotgandek bo'ladi, lekin kelajakda pensiya hisobida faqat rasmiy ko'rsatilgan 20 million so'm ko'rinadi. Demak, u odam 10 yil davomida aslida 4 million ishlagan bo'lsa ham, davlat tizimi uni 20 million daromad olgan odam sifatida ko'radi. 2026 yilga borib elektron tizimlar, soliq ma'lumotlari, mehnat shartnomalari va pensiya jamg'armasi bazalari bir-biri bilan ko'proq bog'lanadi. Bu nimani anglatadi? Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, daromadingiz to'liq ko'rsatilsa, sizning kelajakdagi pensiya huquqingiz aniqroq shakllanadi. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz yoki maoshingizning yarmi oq, yarmi qora bo'lsa, bugun yutayotgandek ko'rinasiz, lekin ertaga pensiya hisobida yutqazishingiz mumkin. 6 million so'm masalasida oddiy misol keltiraman. Faraz qilaylik, 2 kishi bor. Birinchisi rasmiy 2 million so'm oylik oladi. Ikkinchisi rasmiy 6 million so'm oylik oladi. Ikkalasi ham 25 yil ishlagan. Agar pensiya hisoblashda rasmiy daromad asosiy rol o'ynasa, albatta ikkinchi odamning pensiya bazasi yuqoriroq bo'ladi. Lekin bu yerda muhim savol bor. Barcha 6 million to'liq hisobga olinadimi? Yoki hisoblashda ma'lum chegara bormi? Pensiya tizimlarida ko'pincha shunday qoida bo'ladi. Juda yuqori daromadning hammasi emas. Ma'lum bir chegaragacha bo'lgan qismiy pensiya hisobida to'liq yoki asosiy koeffitsient bilan inobatga olinadi. Shuning uchun lahni 6 million degan gapni eshitgan odam, avvalo bu pensiyaga qo'shimcha 6 million emas,
balki hisob kitobda muhim bo'ladigan daromad chegarasi yoki miqdor bo'lishi mumkinligini tushunish kerak. Birinchi navbatda rasmiy ish staji to'liq bo'lmagan odamlar xavotir olishi kerak. Masalan, odam 20 yil bozor savdosida ishlagan, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan, rasmiy daromadi ko'rinmagan. U real hayotda 20 yil mehnat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya tizimi nuqtai nazaridan bu davrning hammasi staj sifatida tan olinmasligi mumkin. Bu juda og'riqli holat. Chunki odam keksayganda men butun umr ishladim deydi. Lekin hujjatda buni isbotlash qiyin bo'ladi. Ikkinchi toifa, konvertda maosh oladiganlar. Masalan, tikuvchilik sexida ayol kishi 5 million so'm ishlab topadi, lekin rasmiy shartnomada eng kam miqdorga yaqin oylik ko'rsatilgan. Bugun u menga farqi yo'q, pulimni olyapman deydi. Lekin 2026-yildan keyingi shaffoflashgan tizimda uning pensiya huquqi rasmiy raqamlarga qarab baholanadi. Shu sababli ish beruvchidan rasmiy oylikni to'g'ri ko'rsatishni talab qilish juda muhim. Uchinchi toifa, pensiyaga chiqishga 23 yil qolganlar. Bu odamlar hozirdan o'z stajini tekshirtirmasa, pensiya tayinlash vaqtida yugur boshlanadi. Bir korxona 1908 yilda yopilgan, ikkinchi korxona nomi o'zgargan. Uchinchi joyda buyruq nusxasi arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Men ko'p holatlarda shuni ko'raman, odam pensiya yoshiga yetgandan keyin hujjat yig'ishni boshlaydi. Bu esa eng katta xato, chunki arxivdan javob olish, eski ish joyidan ma'lumotnoma topish, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlash, harbiy xizmat yoki dekret davrini kiritish vaqt oladi. Nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Rasmiy ishlayotgan, mehnat shartnomasi bor. Ish beruvchisi soliq hisobotlarini to'g'ri topshirayotgan, elektron mehnat daftarchasida ma'lumotlari to'liq ko'rinayotgan odamlar. Lekin men baribir butunlay xotirjam bo'ling demayman. Chunki tizimda texnik xatolar ham bo'lishi mumkin. Masalan, ism sharifdagi bitta harf xato yozilgan bo'lsa, stil yoki jeshashir noto'g'ri ulangan bo'lsa, ayrim yillar ko'rinmay qolishi mumkin. Shu sababli har bir odam kamida yiliga bir marta o'z mehnat va pensiya ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Birinchi misol, Akmal aka 75 yoshda qurilishda ishlaydi. U 25 yil davomida turli ustalarda ishlagan. Lekin rasmiy shartnomasi bo'lmagan. Keyingi 10 yil esa korxonada rasmiy ishlagan va 3 million so'm oylik ko'rsatilgan. Akmal aka men 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin pensiya tizimi faqat rasmiy 10 yilni aniq ko'radi. Qolgan 15 yilni isbotlash kerak bo'ladi. Agar isbotlay olmasa, pensiya miqdori kutilgandan ancha past bo'lishi mumkin. 2026 yildagi islohotlar shuni yanada ochiq ko'rsatadi. Rasmiy ma'lumot yo'q bo'lsa, kelajakdagi huquq ham zaif bo'ladi. Ikkinchi misol, Dilfuza opa maktabda 22 yil ishlagan. Uning ish staji to'liq, maosh rasmiy, mehnat daftarchasi va elektron bazada ma'lumotlari bor. U pensiya yoshiga yetganda katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin agar uning 1990-yillardagi ish davri elektron bazada yo'q bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun hatto davlat tashkilotida ishlagan odam ham menda hammasi joyida deb o'tirmasligi kerak. Oldindan tekshirishi lozim. Uchinchi misol. Sardor 35 yoshda IT sohasida ishlaydi. Oyiga 22 million so'm topadi. Lekin rasmiy oyligi 4 million, qolganini xizmat shartnomasi yoki norasmiy yo'l bilan oladi. U hozir yosh, pensiya haqida o'ylamaydi. Ammo 20-25 yildan keyin uning pensiya hisobida 12 million emas, balki rasmiy ko'rsatilgan 4 million asos bo'lishi mumkin. Agar tizimda 6 million so'mgacha bo'lgan daromad muhim chegara sifatida ishlatilsa, Sardor kamida daromadining shu darajaga yaqin qismini rasmiylashtirishdan manfaatdor bo'ladi. Aks holda u yuqori daromadli odam bo'lsa ham kelajakda o'rtacha yoki past pensiya bazasiga ega bo'lib qolishi mumkin. 4-misol. Gulnoza opa uy bekasi bo'lgan, bolalarni tarbiyalagan, keyin 12 yil rasmiy ishlagan. Bu yerda nozik jihat bor, ayrim davrlar. Masalan, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar. Qonunchilikdagi aniq shartlar asosida stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buni avtomatik deb o'ylamaslik kerak. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh yoki familiya o'zgarish hujjatlari, mehnat daftarchasi va boshqa ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ayollar, ayniqsa familiyasi nikohdan keyin o'zgargan bo'lsa, hujjatlarning bir-biriga mosligini tekshirishi zarur. Eng katta tuzoq, mening mehnat daftarcham bor, demak hammasi hal degan fikr. Yo'q, mehnat daftarchasi muhim, lekin ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Undagi yozuvlar aniq, muhrlar o'qiladigan, buyruq raqamlari to'g'ri. Tashkilot nomi tushunarli bo'lishi kerak. Agar yozuv xira bo'lsa,
muhr yo'q bo'lsa, ishga kirgan va chiqqan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, ish beruvchi o'zi hammasini to'g'ri qiladi deb ishonish. Afsuski, hamma ish beruvchi ham mas'uliyatli emas. Ba'zi korxonalar xodimni rasmiy ishga olmagan bo'ladi, lekin odam har kuni ishga keladi. Ba'zilari mehnat shartnomasi tuzadi, ammo hisobotlarda xatoga yo'l qo'yadi. Ba'zilari maoshni minimal ko'rsatadi. Natijada xodim o'z haq-huquqini vaqtida tekshirmasa zarar ko'radi. Uchinchi nozik jihat. Pensiya miqdori faqat oxirgi oylikka bog'liq emas. Ko'p odamlar pensiyaga chiqishdan oldin oxirgi 1 yil maoshimni ko'tarib qo'ysam, pensiyam katta bo'ladi deb o'ylaydi. Tizimda hisoblash qoidalari murakkabroq bo'lishi mumkin. O'rtacha daromad, staj, koeffitsiyentlar, belgilangan chegaralar, minimal va maksimal cheklovlar ta'sir qiladi. Shuning uchun faqat oxirgi oy yoki oxirgi yilga qarab xulosa qilish noto'g'ri. 4-jihat. 6 million so'm atrofidagi gaplar inflyatsiya va yashash xarajatlari bilan ham bog'liq. Agar pensiya tizimida hisob-kitob bazasi oshsa, bu yaxshi yangilik bo'lishi mumkin. Chunki rasmiy daromadi yuqoriroq bo'lgan odamlarning pensiya huquqi yaxshiroq aks etadi. Lekin bu hamma bir xil darajada yutadi degani emas. Kimning rasmiy daromadi past bo'lsa, u yuqori chegaradan foyda ko'rmaydi. Masalan, odam rasmiy 1 million so'm maosh olsa, hisoblash chegarasi 6 million bo'lishi unga bevosita katta foyda bermasligi mumkin. Chunki uning bazasi baribir 1 million atrofida qoladi. Foyda olish uchun daromadning o'zi rasmiy bo'lishi kerak. 5-jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar va mavsumiy ishlovchilar. Bu toifadagi odamlar men ishchimasman, menga pensiya bo'lmaydi deb o'ylamasligi kerak. Agar ular qonuniy ro'yxatdan o'tib belgilangan to'lovlarni amalga oshirsa, kelajakdagi pensiya huquqini shakllantirishi mumkin. Lekin to'lovlarni uzluksiz qilish, faoliyat turini to'g'ri rasmiylashtirish, kvitansiya va elektron ma'lumotlarni saqlash juda muhim. Endi eng muhim qism. Siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z mehnat stajingizni tekshiring. Elektron hukumat xizmatlari my.gov, uz, soliq organlari va mehnat tizimlaridagi shaxsiy kabinetingiz orqali rasmiy ish joylaringiz ko'rinayotganini tekshiring. Agar foydalanishni bilmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Muhimi keyin ko'raman demang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Unda ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar, buyruq raqamlari, tashkilot muhri va mas'ul shaxs imzosi bor yo'qligini tekshiring. Agar daftarchada xira joylar bo'lsa, hozirning o'zida sobiq ish joyi yoki arxivdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Pensiya yoshiga yetgandan keyin bu ish ancha qiyinlashadi. 3-qadam, rasmiy maoshingizni aniqlang. Ish beruvchingizdan hisob varaqasi, ish haqi ma'lumotnomasi yoki elektron hisobotlarda sizga qancha rasmiy daromad yozilayotganini so'rang. Agar siz qo'lga 5 million olib, hujjatda 2 million ko'rsatilayotganini bilsangiz, buning kelajakdagi oqibatini tushuning. Bu faqat bugungi soliq masalasi emas, bu sizning keksalikdagi daromadingiz masalasi. 4-qadam, agar norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashish yo'lini izlang. Mehnat shartnomasi tuzishni so'rang. Agar tadbirkorlik qilsangiz, yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish imkoniyatlarini o'rganing. Har bir oy yoki har bir yil rasmiy tizimda ko'rinish kelajakda sizga foyda beradi. 5-qadam. Hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, kesa shir, stir, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari alohida papkada saqlansin. Ayniqsa ayollar uchun familiya o'zgarishi juda muhim. Bir hujjatda qizlik familiyasi, boshqasi turmushdagi familiya bo'lsa, ularni bog'lovchi nikoh hujjati kerak bo'ladi. 6-qadam, pensiyaga chiqishga 2-3 yil qolgan bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borib maslahat oling. Mening stajim qancha ko'rinmoqda? Qaysi davrlar hisobga olinmayapti? Qanday hujjat yetishmayapti deb yozma yoki rasmiy tartibda aniqlashtiring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa, murojaatingizga javobni yozma shaklida oling. 7-qadam. Farzandlaringizga ham tushuntiring. Chunki bugungi yoshlar ko'pincha pensiya menga hali uzoq deydi. Aslida esa eng katta xato aynan yoshlikda qilinadi. 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan davr odamning eng faol daromad topadigan yillari. Agar shu davr norasmiy o'tsa, keyin uni qaytarib bo'lmaydi.
Endi mavzuning markaziga qaytamiz. 2026 yilda 6 million so'm degan gapni men ekspert sifatida shunday tushuntiraman. Bu avvalo pensiya tizimida daromadlarni hisobga olish. Rasmiy maoshning ahamiyati va kelajakdagi pensiya miqdorini shakllantirish masalasi bilan bog'liq signal. Buni hammaning pensiyasi 6 million bo'ladi deb tushunish noto'g'ri. Buni agar mening rasmiy daromadim yuqoriroq bo'lsa, tizimda u qanday aks etadi degan savol sifatida tushunish kerak. Agar islohotlar natijasida yuqoriroq rasmiy daromadlar pensiya hisobida yaxshiroq inobatga olinsa, bu rasmiy ish ko'ruvchilar uchun ijobiy. Lekin rasmiy daromadi past ko'rsatilganlar uchun bu ogohlantirish. Siz tizimda kam daromadli odam sifatida ko'rinyapsiz. Agar siz bugun o'zingizni himoya qilmasangiz, ertaga nega pensiyam kam chiqdi degan savolga javob juda oddiy bo'ladi. Chunki hujjatlarda daromadingiz kam bo'lgan. Shu sababli men har doim bir narsani aytaman. Pensiya bu faqat keksalik nafaqasi emas, bu insonning butun mehnat hayoti bo'yicha yig'ilgan huquqidir. Bu huquqni esa faqat gap bilan emas, hujjat, rasmiy to'lov, elektron iz va qonuniy mehnat munosabati bilan himoya qilish mumkin. Bugun biz 2026 yildagi pensiya islohoti va plus 6 million so'm atrofidagi savollarni oddiy tilda ko'rib chiqdik. Asosiy xulosa shuki, bu mavzuni shov-shuv sifatida emas, jiddiy moliyaviy va huquqiy signal sifatida qabul qilish kerak. Rasmiy ish staji, rasmiy oylik, elektron bazadagi ma'lumotlar va hujjatlarning to'g'riligi kelajakdagi pensiyangizni belgilaydi. Bugun o'z stajingizni tekshiring. Maoshingiz rasmiy ko'rsatilayotganini aniqlang. Mehnat daftarchangiz va elektron ma'lumotlaringizni solishtiring. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Eng muhimi, norasmiy mehnatni oddiy hol deb qabul qilmang. Chunki uning zarari ko'pincha yillar o'tib bilinadi. Sizning fikringiz qanday? 2026 yildagi pensiya islohoti odamlarga yordam beradimi yoki yangi muammolar keltirib chiqaradimi? Izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensiya masalasi har bir oilaga, har bir ishlayotgan insonga va har bir kelajak pensionerga tegishli.